Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Откосlarni boshladik. Eshigimiz texnik sabablardan ko'ra bereketli qilishga to'g'ri keldi. Shunga endi откосlarni qo'yapmiz. Откосlarga yuksak karton tavsiya qilaman. Buni Knafta Perfix degan smesi bor. Shu smes bilan qo'yiladi. Bu именно gipsa karton yopishtirish uchun. Burchakka plastik uголокlar tavsiya qilinadi. Sababi plastik uголок zanglamaydi. Metallический uголокda zanglamaydigan qismi shilingandan keyin u zanglanishni boshlaydi. 100% asinkovka chiqmaydi. Ustiga qatlam shilinadi, undan keyin zanglashni boshlaydi. Shuning uchun plastik uголок qo'ygan ma'qul. Откосlarning holati mana. Plastik uголок qo'yilgan, qirra burchak bo'lib, tekis 90 gradusda.